Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, ot ishqibozlari. Mana Bobirjon akamiz 5-otlarini obzor qilib beramiz hozir. Haqiqiy deqqonlardan. Xo'sh. Yem hashagini oqlasa bo'ldi deydilar. Alloh barakotli qilsin. Mirsin bo'lsa ham barakotli bo'lsin deydilar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana qora so'raganlarga, qashqasi bor so'raganlarga, orqa oyoqdan oqib boridan so'raganlarga mana. Bismillah. Voy mashalloh. Barakalloh. Mana. Oyoqlarni yaxshilab ko'rib o'rasizlar mana. Shoshmasdan qarab. Xo'p, Bobirjon aka, assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Yaxshi yursizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Otlar o'zgarib, zo'r bo'lib, semirib boryaptimi kundan kunga? Shunaqa. Orqalari ham chiroyli bo'lib qopti ancha. O'zi bir yaxshi. Yebichari yaxshimi? Bir xil odamga ot o'tsa, sirazu o'zgaradi-da. Ay mashalloh. Xo'p, Bobirjon aka, boshladikmi? Boshladik. Rangi qora, qashqasi bor. Shunaqa. Zoti qora bayir 5 yashar mana. Qora bayir 5 yashar. Ha, 5 yashar mana. Qo'yib mana ko'raverasiz mana. Tepasini endi yorgan. Endi yorgan 5 yashar. Endi yorganmi? Yana tekshirib o'rishadi. Shunaqa kelib ko'raverishadi. Ha, 5 yashar, a? Shunaqa. Xo'sh, 5 yashar. Qayerdan kelgan Bobir aka? Qozog'istondan kelgan bu. Qozog'istondan keldimi? Qozog'istondan kelgan bu otlar hammasi. Bir hafta bo'lib qoldimi kelganiga? Buni kelganiga bir 10 kun bo'ldi. 10 kun bo'lib qoldi. Kelganiga. 10 kun oldin Qozog'istondan kelgan ekan. 10 kundan beri yaxshilab boqyapsiz. Yaxshi yeb, ana qilib turibdi uyda. Xayrli qilsin. Bo'yi necha Bobirjon aka, o'lchaymizmi bo'yini? 55 usti. 1.55 plus. Plus, ha, 1.55. 1.55 plus, 1.55 so'raganlarga orqaga ham ishlatsa bo'ladi. Tarbiyalasa ham bo'ladi. Mazza qilib tarbiyalaydigan joy ekan, xudo xolisa. Yo'qsa, olib tarbiyalab mazza qiladigan joyi. Hali o'sadilar bular yana. O'sadi yana. Yana o'sadi. Tarbiyalab, choptirib, yugurtirib, oldiga, orqaga kengayib oldilar, xudo xolisa. Yeb ichisi, sog'lig'i, otni yovoshligi mana. Ay mashalloh. Mana. Ay Bola mashalloh. chaqaga ham zo'r. Ay mashalloh. Barakalloh. Otni yo'qligini ko'rdingizmi? Ay mashalloh. Ay mashalloh. Qarang Bobirjon aka, bu zotini so'radik, rangini bildik, bo'yini bildik. Narxiga kelaylik endi. Bir kuzatuvchilar mazza qilib orada. Qani o'zingiz Dehqonboy olinlarmi? etib ko'ringchi. O'zingiz etib ko'ring mana. Endi bundan oldingisini, bundan sal kattarog'ini 26 million dedingiz. Ha, yana sal kelishtirib berasiz, xudo xolisa. Kelishtirib berasiz yana. 25 qo'ysak bo'ladimi? 25. Shunicha so'raverishadi. 25 qo'ymaylik. Mayli, 24-23 demayman. Xo'p. 24,5 o'rtasini qo'yaylik. 24 bilan 25 orasini yana u bu narsa sunnatiga o'tib berasiz. 24,5 qo'yaylik. Kelishsa, Ha. 24,5 emas aka. 24 dan siylaymiz mana. 24 dan ham siylab olasiz. Voy mashalloh. Uyaldim men bu. Sizni kanalingizdan kelsa 24 dan ham siylayman. Mashalloh. Uyaldim men unaqa degani, chunki ot boquvchilar o'zingizlar ko'ryapsizlar, yem hashidni ish pulligini. 10 kun ichida bitta otga qancha rasxod bo'lishini ham o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. Bo'ldi, 24 qo'ydik. 24 qo'ying. Yana sunnatiga o'tib berasiz ozgina. Mashalloh, mashalloh, barakotli qilsin. Bobirjoniga bitta minib ko'ring. Qassoblarimizda so'ysa ham 23,5 milliondan oshiq pul bo'laveradi. 23,5 milliondan oshiq pul bo'lishi mumkin. Xo'p. 3,5 dan oshiq pul bo'laveradi. Xo'p, ma'qul. Qassobga ham sotib yuboramiz. Xolisa so'ysin, xolisa minib tarbiyalasin. Badani ham zo'r, semiz. Semizmi? Bo'ldi. Bitta minib ko'rsatib bering. Ay mashalloh. Ay mashalloh. Ay mashalloh. Uzoqqa ketib qolmang, ko'rinmay qolyapsiz. Qora-da bu. Mashitga olib chiqasizmi? Ya qo'shni.
Undan shu archani oldida aylantirasiz. Ay maşallah. Ruli qanaqa burilishlari? Ruli zo'r mana. Yonida joyida. Agar mabodo orqaga ishlataman deganlar bo'lsa, bitta burib bering, oldi orqa, chapga, o'ngga. Mana. Ro'klari qanaqa bundoq? Zardalari. Voy maşallah. Qani? Zardalari yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Maşallah. Boburjon aka nomer ayting. 93lik. 503 5100. 503 5100. Meniki 97lik 711 quruch quruch. Mabodo bular otxonada antenalar olmay qolsa, menga qo'vrasizlar, men topib beraman. Bularni bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Rahmat kuzatganingiz uchun.